O'zi umuman ishdan charchab kelsangiz hech kim bezovta qilmaysiz. Bitta pult bilan bemalol hech kim bezovta ham qilmaysiz, bemalol qatnayverasiz. Bunaqa bu turdan bor ekan. Arzonchi variantdan ham, qimmatchi ham, elitni variantlardan ham. Qanaqa variant deysiz bor, o'sha korplar hali mana strechini ko'chirmaganmiz. Salaligi nima ko'rinayotgan bo'lsa, keyin mana o yondagi remont ishlarimiz qolgan, endi tosh tiri bo'ldi. Mana yo'llarni o'zi endi ustida trevetdan qirga bo'lgandan keyin yo'q qo'yamiz. Ha, buni ustida ishlatgan bo'lsa ham o'rnatib qo'shaveradi. Zo'rligi ishlatganda o'rab qo'shadi. Changam bu arzonchisi kerak deganlarga qo'lda o'chiladigan ruchnoy varianti bular. 3 metrlikdan kesiladi-da. Ha, 190 motor o'sha zakasnoyga kelgan. Bular ham yaxshi xizmat qiladi. Ha, mana bu alohida ichkarida nimasini ham ko'rsatamiz mana. Element bilan farqi. Elementni ozgina nimasi kichkina darvoza bo'lsa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Lekin sal bular kam quvvatroq mundoq qilsa qo'lda mana qimillaydi. Alyumin, ha, buni o'zi mana mashinangizda bostirsangiz ham qimillamaydi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uy-joy qurdingizmi? Sizga mana komfort darvoza taklif qilamiz. Shukrullo aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Namanganga kelganmiz, Namangan shahar. Bu darvoza bitta pult bilan ochilib, bitta pult bilan yopiladi. Bitta ishlatib bering aka. Keyin buni turlari, narxlari haqida akamiz to'liq ma'lumot berishadi. Men uchun ham bu ko'p narsasi yangilik bo'ldi. Shunaqa eshigi bor, bitta bir dachada men bir kun yashaganman, lekin maza qilib o'rganman. Kelib tursa men bitta pult bilan ochaman. Ochiladi, qaytib kelaman. Bitta bo'lsangiz o'zi yopiladi. Hech kim davra qilmas ekansiz. Endi buni uyga qo'yib olsang, vobshe maza. Eng muhimi xotinda juda bo'lmaydi. Hech kim qo'ni-qo'shni ham bezovta emas. Signal cho'lib, birov bezovta qilmaysiz, ha. 10-15 sekundda sizga kerakli balandlik yetadi. To'liq ochilishi, misol 27 sekunddan 37 sekundgacha bo'lsa, sizga mashinani balandligiga yetishlik uchun 10 bilan 15 sekund kifoya. Ha. Ko'p kutishingiz shart emas. Pult necha metrdan oladi? Pultni hozir sinaganimiz 200 metrgacha. Maktab oldigacha oldik. Mana o'zi borib unaroqdan ham sinab ko'rsak bo'ladi. Bemalol ko'chani boshidan bosib qo'ysa olaveradi. Burilganda bosib qo'ysa tayyor bo'ladi. 2 kuningizgacha bemalol o'chib bo'ladi. Bunda kerak turib bosib qo'yasiz, yetib kirib mashinani to'xtatgunizcha darvoza yopilgan. Yana yaxshi tarafi hozir aytib qolishdi. Bundan buyog'iga yer joylar torayib boryapti. Darvozani ochganingizda ham ikkala tarafdan kelib joyni egallaydi. Joydan ham ancha joydan ekonom qilasizda. Bunda mana bo'ldi, mana shu narsa ekan. Buni o'rnatmoqchi bo'lsangiz akalar, shunaqa niyat qilib turgan bo'lsangiz, mana bitta rozetka berib keting, bularga bo'ldi. Borib o'rnatib berishaverar ekan. Shukrullo akamiz hozir hammasini sizga tushuntirib berishadi. Narxi, turi va mana bu narsani tashqaridan bitta endi ko'rsatib bering. Eng ko'p mana kalitka yonga tushadimi, garajni alohida qilmaganmiz deganlarga mana kalitkasi bilan yechim qilib qo'yganmiz. Kalitkani bu o'zini materialidan bo'lgan, mana ochilib yopilishlari ham qalavni yengil ishlaydi. Bu o'zini materialidan bir xilda chiqishlik uchun xohlasa hozir high-tech fasollar modaga kirgan, trendga kirgan, u tomonlar hamma modelidan bor. Ha, bu dizayndan bu yog'ini xohlagan dizaynda qilib beramiz. Bizga hozir ko'rinishga ham asosiysi garajni alohida qilmaganman deydiganligi. Misol, hozir zamonaviy uylarda garaj alohida bo'lyapti-ku, bo'lmagan bo'lsa ham yechimi bor. Bemalol u yog'ini avtomatika, bu yog'ini kalitka qilib beramiz, variantlarni tashab beramiz. Tushunarli. Akalar, 6 metrgacha bo'lgan darvozangizni shu bittada ochilib, bittada yopiladigan qilib berishar ekan. Ishxonaga boramiz, u yerda narx turlari hammasini gaplashamiz. Bitta like bosib qo'yamiz. Darvozani qanaqasidan qo'yadi deyotgan akalar, marhamat aloqaga chiqaverasizlar. Buni bitta pultini 8 tagacha ishlatsa ham bo'lar ekan. Qo'shsa bo'laveradi. O'sha radio blogi yaxshisini. Ha, ularni hozir video davomida sizlarga tushuntirib beramiz. Boshladik. Yana bir marta assalomu alaykum, Shukrullo aka. Charchamayapsiz aka? Sizsiz? Rahmat. Rahmat aka. Bugun Namanganni qaytib ey? Namangan shahar G'uncha MFE. G'uncha MFE. 85-maktab ro'parasi manzili. Ha, mana yerda maktab bor akalar, katta yo'ldan kirganda. Bu akamizda mana shunaqa nima darvoza deymiz buni? Buni Rollstarni premiumi bor, seksionni deydi. Ha, seksionisi bor va Rollstarni. Ha, misol mana bular Rollstarning ham arzonchisi kerak deganlarga qo'lda ochiladigan ruchnoy varianti bular. Ha, hamda kinolarda ochib qo'yadi o'shanda. Bo'ldi. Akalar, bu noyob darvozalar. Xullas, darvozaxonangizga qo'ysangiz, xotin eshikni och demaysiz, bitta pultni bosasiz, mashinada kelgunizcha ochiladigan variantlarni ham akalarimiz qilib berishadi. Bugungi videomizda buni turlari qanaqa bo'ladi, narxlari qanaqa bo'ladi, shular haqida ma'lumot beraylik aka. Xo'p, hozirgi kunda o'sha mana shu Rollstarlarimizni hammasidan bor, turi ham ko'payib ketdi. Ko'pchilik telefon qilib so'rashadi, nimaga arzon, nimaga qimmat deb. Asosan urg'uni o'sha arzon qimmatligini sababini aytib o'tamiz. Bugungi nimamizda o'zi misol uchun mana bularimiz matviy Xitoydan zakaz kelayotgan Rollstarlarimiz.
Bularni kvadrati razmeriga qarab, misol eng kichigi 3 ga 3 dan boshlanadi razmerimiz. 3 metrlikdan kesiladi-da. $110 dan $125gacha buni kvadrati. Yaxshi, yaxshi. Hozirgi kunda eng ko'p o'rnayotgan mana bu Rollstarnilarimiz turetskiy. Bu 110 dan 125 gacha motorlimi bu? Motorli, ha. 190 motor, o'sha zakasnoyga kelgan. Bular ham yaxshi xizmat qiladi. Bularni Xitoydan zakazga olib keltiryapmiz. Bu versiyamiz $125 dan $135gacha turetskiy stal o'zimizga ham qo'yganmiz. Mana orqa tomonda hovliga ham qo'yganman. Ko'pchilik yoniga kalitka qilib qo'ysa bo'ladimi deydiganlarga, o'zim hovlimga kalitka qilib qo'yganman. Bular xuddi o'shanda materiali ham bo'qiyat, men ko'rib turganingizda. Stal deganingiz shu. Mana haqida alohida ichkarida nimasini ham ko'rsatamiz mana. Element bilan farqi. Elementni ozgina nimasi kichkina darvoza bo'lsa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Lekin sal bular kam quvvatroq, bundoq qilsa qo'lda mana qimillaydi. Alyumin, ha. Buni o'zi mana mashinangizda bostirsangiz ham qimillamaydi bu. Yo'q, ha. Bularni haligi nimasi ham bu qayeriki deysiz? Bu turishi ham boshqacha ekan-da. Farq qiladi. Sizlaganda ham farqiga borar ekan. Buncha mana o'zimizda mana 3 yil, 4 yildan beri u ranglari o'chmagan. Bittaki asosiy quyosh shunga tushib turadi. Bunchaga rangi ham ketmaydi. Navesi ham yo'q ekan, to'g'ridan to'g'ri tushar ekan. Ha, buni zo'rligi, misol element sal kraskani ushlamaydi, mabodo 5-10 yildagiga narsa bo'lsa buni kraska qilgani ham yaxshi, kraskani ham yaxshi ushlaydi-da. Ha, chapan o'zi ham bo'qvat, lapir-lupri ham kamroq bo'ladi. Kichkina razmerlar bo'lsa, elementdan qo'yib beramiz. Misol 3 ga 3, 3 ga 3,5gacha ishlayveradi. Buni nimaligi? Bunda ovoz ham bo'lmaydi. Lekin mana unda ozgina qalinligini hisobiga ozmoz ovoz bo'ladi, lekin xizmat uzoq bo'ladi. Ovoz ham kecha unaqa qattiq bo'lib beraveramiz, qo'rqma. Ha, beraveramiz. Tushunarli. Buni ustida farqi bor. Keyingi farqlari mana trubani hozir ko'pchilik nimasini aytib qo'yishimiz kerak. Mana bu haqiqiy Turkiyadan keladigan-da. Bizda hozir uni trubani ichkarida ham ko'rsatamiz. O'zimiz haligi trubadan arzon bozorda sotadigan truba qo'yib yorsangiz ham bo'ladi-da. Undan farqi mana uniki uzoqroq bo'ladi. Had zanglab ketmaydi. Nerjavik bu. Keyingi farqi mana kesak o'zimizda chiqqan. Ovozini ham eshitasiz. Bunaqa bo'lmaslik kerak. Kesakisi mana bu holatda bu yerlarda cho'tkasi bo'lish kerak. Bu ovozni yutib beradi. Bunda shum bo'lmaydi, mana. Ovoz yo'q mana. Bu zavodskoy Turkiyadan keladi o'g'il. Og'irligi mencha og'irroq shekilli. U ham ovozni ham yutib beradi-da. Tushunarli. Keyingi farqlari mana motorlari bor buni mana. Yo'llari ham o'sha pechimnilik bo'lish kerak mana. Luft bo'lmaslik kerak. Plastmassa ham qo'yishyapti-da. Plastmassa emas, mana zavod turi ko'p, o'sha narx o'shanga qarab o'ynaydi-da. Mana motorlarimiz ham o'sha toza Turkiyadan keladi. Narx ham motor. $15 ga qilsa kerak, yer bilan osmoncha o'ynavermasa kerak. Yo'q, endi 15 ham opsh 10 kvadratda misol 150 200 o'zi korpini o'zida, misol mana sal mana yerda ko'rsataylik, mana shu yuqori qismi korpi bor-ku, mana shu narsa. Turkiyadan keladiganni 1 metri $35. Misol o'rtacha mana shu 3 metr darvoza bo'ladigan bo'lsa, 3 metriga 2 metrimiz 70 $105 ketadi. Mana Orzoniga ishlatgan Atsinko'pkamiz bor-ku, misol mana. 200 mingga ponna profnastilda bukib beradi-da. $10 bo'lsa, farq mana shu TVSdagi umuman kerasiz joyini o'zida $90 farq qiladi. Pashti 1 milliondan shu farq qiladi. U TVSdagini o'zida. Mana bu yerda mana ep kelganlarimizni ko'rsatib o'tsangiz, mana haqiqiy originali TVS strechli bo'ladi. Hozir o'zi mashinasini o'shqa tusholmayapti bizda. Zavodskoy bo'ladi. Mashinasi $100 dan qimmat bo'ladi. Buni biz profnastal qilib buktiradigan bo'lsak, 200 ming so'mga tayyor bo'ladi. U variantidan ham bor sizda? Ha, bor. Ha, bo'ldi. Arzonroq kerak, bu TVSda turar ekan xolos deyishsa, arzonroqdan qilib beramiz-da. Ha, bo'ldi, Shuni tushuntirishdan maqsad ham shu. Bir zavodskoy boshqa narsa shamollarda ovoz chiqazib belgina qilmaydi. Nergindan stenkasi ham ancha qalin bo'ladi. Tushunarli. Keyingisi mana radio blo'lar. Buni ham ichkarida ko'rsataman, misol uchun. Radio blo'ni ham ko'rib olsa, o'zi birga bir varianti bor ichkarida, uni ham ko'rsataman. Haqiqiy zavodskoy yaxshisi bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa rozetkasi almashadiganlik bo'lish kerak. Ko'pchilik ishlatgan o'zini ko'rsatadi, mana uzdim buni. Uzib, favqulodda suv potib nimadir bo'ldi deydi mana. Ha, o'zlari ham birorta yosh bola ham ulab buni ishlataveradi mana ishlaydi. O'zi bo'ldi ishladi. Ishlaydi mana. Qimmatini zo'rligi mana servis tomonlama ham. Nergilarda bunaqa bo'lmaydi.
Hozir men ichkarida batafsil uni ham ko'rsataman. Mana yerdan kabel tortib chiqilgan bitta mutaxassis borib, borib, u anchagina yo'l kira qilish kerak, bo'sha qilish kerak. Bu bitta nima bilan buni zo'rligi ham pulti ham 8 tagacha o'qiyveradi, plus ichidan 2 ta chiqadi. Ha, undan tashqari, undan oldingi avlod chiqqan hamma pultni o'qiyveradi. Ular tanlaydi. O'sha tomonlama ham nimasi yaxshi buni, mana o'zinikini yana bundoq suqib ishlatilaveradi. Bir marta o'rnatilsa bo'ldi, turadi. Bo'ldi, shu bilan mana ishlayveradi mana. Bo'ladi. Yosh bola bu yetmaydigan joyga qo'ysa, batafsil misol uchun mana ofisda hammasi abrazes agarda vodiydan kurtkalar bo'lsa, iloji boricha chaqiramiz kelsangiz, assortiment hammasidan bor. Mana ranglardan 5 xilidan bor misol. Ha, mana ranglar ekan-da. Ha. Hop, oq. Mana korishneviy bor, stannoy bor, mokriy bor. Hammasidan abrazes qo'yib qo'yganmiz. Voy. Yana bitta farqi mana kelsa bu yerda ham batafsil tushuntirib ilgina qilib qo'yamiz. Mana bu o'sha ranglardan abrazes qo'yganmiz. Mana stalli ham 2 xili borda hozirgi kunda. Mana orqasidagi mana sal arzonroq keladi bizda, mana chizig'i yo'q turibdi-ku. Mana oldi mana bilan bir xilda, lekin haqiqiy Turkiyadan keladigan zavodskoy mana orqasida mana qiladi. Ha, oldi orqa bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Avvali ham mana tiksroq bo'ladi arzonchisini. Ma penasini ham e'tibor bersangiz bu zichroqda. Ha, plotnis. Mana plotnisi bo'shroq bo'ladi. Bunda yonma-yon qo'ysangiz sal tiksroq bo'ladi bu. Mana yumaloqroq bo'ladi, yumaloq bu ochilishga ham osonroqda. Shu yig'ilishga. Ha, ash tomonlama farqi bor-da. Misol ko'pchilik stalmi desa, bu ham stal, bu ham ko'rsangiz mana sal chiziluvchanroq bu. Tez o'chadi. Shuni o'zida ham farqlar bor. Farqlar bor-da. Tushunarli. Misol buni $90 dan ham qilib beraveramiz. Arzoni desalar. Bundan hozir misol $125-135 dedik kvadrat metrini. Narx o'shanga qarab o'ynaydi. Keyingi haligi arzonchi radio blogimiz hozir mana bundan. Haligi ko'rganimizga o'xshaydi bu, birga bir variant, lekin bu nimalari chiqmaydi. Bu mana ulash kerak. Buni bir qo'yib qo'ysa, ishtimay tushunmay turaverasizda, qayga ulash kerak deb. Bular o'sha o'rtacha arzon variant radio bloglar. Energiya originallikida ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa bo'ladi, suqib qo'yasiz, bo'ldi, ishlayveradi. Buni pulti ham arzonniki o'zi turishidan bilinib turadi. Mana qimmatiniki bo'ladigan bo'lsa, mana pultdan abrazeslar mana. Pultdan hammasidan bor. So'rasiz zapchas mana arzonniki mana. Haqiqiy mana originalligi bunaqa bo'ladi mana. Bu mana u eligi birga bir variantiniki. Arzonroq. Ha. Har bitta nimasini tushunib olsa, unga qarab zakaz berayotganda o'zlari ham bitta bizga emas, boshqa yoqqa berishganda ham qiynalishmaydi. Xuddi turgan joylardan, ha. Ma'lumot uchun. Ha, mana o'sha kesaklarini ko'rinishi mana. Bu ham toza alyumin bo'lar ekan. Ha. Ichida cho'tkalari hammasi bo'ladi. O'shanga agar vodiyda bo'lsa, iloji bo'lsa kelsa, batafsil nimalarni tushuntiramiz, o'sha ranglardan hammasidan bor. Endi keyingi masalamiz yonida kelitga qilsa bo'ladimi deydiganlarga o'zimizga o'rnatganda o'shani batafsil tushuntirib ko'rsatamiz. Xo'p, bo'ladi. Darvozaxonamni kattasini mayli bundan qilarman. Yonidagiga qanday tushadi deganlar uchunmi ekan bu? Ha, o'zi ko'pchilik garaj alohida qilmaganmiz. O'sha bitta bo'lgan qatnaydigan qilib qilsa bo'ladimi deganlarga. Mana yonda alohida qilib o'zimizga qilganmiz. Mana dizayn buzilmaydi. Buzilmaydi o'zi. High-tech deysa, mana ishxonada o'zi nimani ham ko'rsatamiz. Xohlagan fasonda bu yog'ini qilsa bo'ladi. Ha. Avtomatikani alohida qilib bu yog'i ajratsa bo'ladi. O'zi eng ko'p savol o'rtasidagi tumba qilib qilinadi asosiy qoidasida. Tumba qilmaganman, bitta qilganman, qilsa bo'ladimi deydiganlarga bemalol mana. Hozir bu o'zi ochilib yopiladi. Ha, o'zi bemalol mana ochilib yopilar mana. Ochilish holati. Bu juda komfort beradi. Men bunaqa joyda bitta dachada ko'rganman-da, aka, pulni berib qo'ygan menga. Mashinada qachon bitta bosib qo'ysa bo'ldi, ochilib qolar ekan. O'zi umuman ishdan charchab kelsangiz, hech kim bezovta qilmaysiz. Bitta pult bilan bemalol hech kim bezovta ham qilmaysiz, bemalol qatnayverasiz. Bunaqa joyga men umumiy hisobda bir kun yashagan bo'lsam, maza qilganman. Hech marta kirib chiqqan bo'lsam, chiqay turaman. Mashinadan tushmay bitta bosam ochiladi. Qaytib kelgandan bitta bosam tayyor ochilib turadi, kirib ketadi. Signal vozlik qilib qo'ni-qo'shni ham bezovta qilmaysiz-da. Mana radio bloglarni ham o'sha hozir aytganimdek, o'sha zavodskoy shunurligidan nima qilganmiz? O'sha zavodskoydan ponna pultlari ham o'sha. Nimadir bo'lsa o'sha siz aytganingiz suqib qo'ysa Turetskiy, tayyor bu. Almashtirib ishlatilaveradi. Ha, bunga ko'rinishi.
Bitta rozetka kerak ekan xolos. Bitta rozetka bo'ldi. Mana ruchnoysini olib qo'yganmiz bolalar o'ynamasin deb, svet o'chsa, ruchnoysidan bemalol ko'tarib tushiraveradi, svet yo'q bo'lsa. Tushadiganmi unda? Tushib chiqaveradi bemalol. Men o'shani so'ramoqchi edim hozir. O'zini anaqa moslamasi bor. Endi mana yerda bolalardan olib qo'yganmiz. Sababaligi noto'g'ri burab nima qilmasin, o'ynamasin deb. O'zi svetga o'chmayapti hozirgi kunda. Mabodo bo'lib qolsa, uni ruchnoysi ham hammasi bor. Bo'ladi. Yonida o'sha kalitkasi bilan. Mana ham normal yechim bo'pti aka, bu ham zo'r chiqibdi. Hozirgi kunda o'sha eng talabgor nimalardan bo'lib. Toshkan o'zi deyarli bunga o'tib bo'ldi-da. Nima bo'lyapti? Chunki borgan sari hovli, so'tig'li kichirib bo'ryapti. Mashinani olib kirib mana qo'yadigan bo'lsak, yopgani joy qolmaydi, ishini yopib bo'lmaydi. Bu zo'r yechim bo'ladi. Ha, ikkita unga ochilgan ham joyda egallading. To'ppa-to'g'ri. Mana akalar sizlarga. Men bu turdan bor ekan. Arzonchi variantdan ham, qimmatchi ham, elitli variantlardan ham. Qanaqa variant deysiz, bor o'sha korplar hali mana strechini ko'chirmaganmiz. Salaligi nima ko'rinayotgan bo'lsa, keyin mana o yondagi remont ishlarimiz qolgan, endi tosh tiri bo'ldi. Mana yo'llarni o'zi endi ustiga trevetdan qirga bo'lgandan keyin yop qo'yamiz. Ha, buni ustiga ishlatgan bo'lsa ham o'rnatib qo'shaveradi. Zo'rligi ishlatganda o'rab qo'shadi, changam bo'lmaydi. Ha, o'zida tayyor bor. Chizilib qoladi, unaqa narsa yo'q. Ham ichiga o'rab qo'ysa ham ko'tarilgan holatida o'zi nima turaveradi. Tushunarli. Bu o'sha siz aytgan haligi turetskiy yaxshi stal varianti. Stalli ham aytdimki, ikki xili bor haligi orqa oldisi bor. Ha, o'shanda bu yaxshi versiyasidan. Tushunarli. Mana shu xuddi shunaqa qilib bersiz, qanchadan tushadi aka? Hozir mana shu turishi $135 dan. Tayyor bo'lib o'rnaydi. Ha. Mana hamma narsasi ichida-da, ramka hamma narsasi ichida. Darvozaxonani bersa bo'ldi. Bo'ldi, razmerini bilamiz, $135 dan qilib beramiz. Eng kamida o'sha 9 ga 3 ga 3 razmerdan katta bo'lish kerak. Misol uchun endi 2,5, meniki mana shu 2,65 ta managacha. Lekin biz ani metrali ko'rgan bo'lsangiz 3 metr, 4 metr, 6 metr, 3 metrlikdan kesamiz. Bitta uzilmagan, 6 metrgacha. Buni endi temir darvozaga boshqa uloq qilib ishlata olmaysiz-da. Asosan 3 metrga hisoblaymiz. Ha. 2,5 ga 3 bo'lsa, misol 2,5 ga 3 emasda 9 kvadrat bo'ladi eng kamida bizda. Ha, undan kamida narxi o'zgarib ketadi. Narx o'zgarib ketadi. O'sha 3 ga 3 bilan standart 3 ga 3 xullas. 3 ga 3. Agar misol uchun hozir men o'shani so'ramoqchi edim, 5 metr bo'lsa, o'shani ham bittada ochib yopiladigan qilib beradilar. 5 metr ham, 6 metr ham qiladi. 5 metr bo'lsa, misol biz 6 metrlikdan kesamiz uni. Metral yo 4 metrlik bo'ladi, yo 6 metr yokida 3 dan katta 3,10 yo 3,20 deylik. Uni 4 dan kesasiz. Uni 4 dan kesiladi. Ash tomonlama misol mana tunkofon qildirdim. Tunkofonda bukilgan emas, anadan o'lingan metrini chiqazib bir kvadrat chiqazadi. Bunda ham shunaqa ko'pchilik o'yladi, 2 ga 2 bo'lsa 4 kvadrat ekan deydi. Yo'q, biz mahsulotni ketgan kvadratini chiqazib beramiz deymiz. Ash tomondama ham salaligi nima bo'ladi? Mana videoda. Ha, mabodo tushunmagan joylari yo'q. Qayerdadir tushuntirib o'tamiz deymiz, video jarayonida esdan chiqib qoladi. Shunda telefon qilishsa, batafsil yana tushuntirib o'tamiz. Xo'p bo'ladi. Tushunmagan joylari bo'lsa. O'ylaymanki, bugungi videoda tushunarli bo'ldi. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekranda nomer qoldik. Shukrullo aka. Aka, sog' bo'lasiz. Tenjolar sog' bo'lsa, xo'p, sizga ham katta rahmat. Men uchun bir yangilik bo'ldi. Sog' bo'ling. Xo'p, salom.